Demak, quyidagi misolni ko'rib ketamiz. Yana ko'p xatga doir. Agar mana bu ko'p xatning ildizlari alfabetda gamma bo'lsa, mana bu ifodani toping deyapti. Bu ifodani o'zi alfani 4-si -1, betani 4-si -1 va gammani 4-si -1 ko'paytuvchilarga ajratadigan bo'lsak, alfa -1, alfa +1 va alfani kvadrati +1. Qolganlari ham xuddi shunday ko'rinishda ajraladi. Ya'ni alfabetda gammani hammasi. Tenglamaning ildizlari bo'lsa, bu yerda endi biz viyetni yozib olishimiz kerak birinchi navbatda. Kubik tenglama uchun viyetni yozadigan bo'lsak, alfa plus beta plus gamma ikkinchi koeffitsiyentni qarama-qarshisi. Ildizlarni ko'paytmasini kombinatsiyasini yozamiz. 3 ga teng va alfa kara beta kara gamma esa -4 ga teng. Bulardan har foydalanamiz. Endi yuqorida ko'p xat yechimlari alfabetda gamma bo'lsa, albatta bu ko'p xat, ya'ni x kub plus 2x kvadrat plus 3x plus 4 degan ko'p xat teng bo'ladi. Bu yerda teng bo'ladi x minus alfa, x minus beta va x minus gamma degan ko'paytuvchilarga ajralishi kerak. 3 ta yechim bo'lgandan keyin bu yerda x o'rniga 1 ni qo'yamiz. 1 ni qo'yadigan bo'lsak, 1 minus alfa, 1 minus beta, 1 minus gamma teng bo'lyapti. 1 ni qo'ysak 10 ga. Endi x o'rniga -1 ni qo'yamiz. Shunda -1 minus alfa, -1 minus beta, -1 minus gamma teng bo'lib qolyapti. -1 ni qo'yadigan bo'lsak, bu yerda 2 ga. Ikkinchi ifodadan minuslarni chiqarib oladigan bo'lsak, quyidagicha bo'lib qoladi. 1 minus alfa, 1 minus beta, 1 minus gamma teng 10, 1 plus alfa, 1 plus beta, 1 plus gamma teng -2. Bir-biriga ko'paytirib oladigan bo'lsak, 1 minus alfani kvadrati, 1 minus betani kvadrati, 1 minus gammani kvadrati teng -20 bo'lib qoldi. Ya'ni biz hozir topdik mana bu ikkinchi qismlarni. Bizda kvadratlari yig'indisi alfa kvadrat plus 1 topilishi kerak ifoda. Ya'ni alfa kvadrat plus 1, beta kvadrat plus 1, gamma kvadrat plus 1 qoldi. Buni ochib chiqadigan bo'lsak, alfa beta gammani kvadrati bo'ladi. Alfa betani kvadrati plus alfa gammani kvadrati, beta gammani kvadrati plus yana qolyapti alfa kvadrat plus beta kvadrat plus gamma kvadrat plus va yana 1. Mana shu ifodalar qoldi. Mana buni hisoblay olamiz alfa beta gamma kvadratini. Biz mana bu ifoda va mana bu ifodani qiymatini hisoblashimiz kerak. Buning uchun Viet teoremasidagi birinchi ifodani ikkala tomonini kvadratga oshirdim. Shu yerda yozamiz. Shunda alfa kvadrat plus beta kvadrat plus gamma kvadrat plus 2 kara alfa beta, beta gamma plus alfa gamma teng 4 bo'lib qoldi. Mana bu ikkinchi ifodani o'rniga 3 ni qo'yishimiz mumkin. Shunda alfa kvadrat plus beta kvadrat plus gamma kvadrat plus 6 teng 4, alfa kvadrat plus beta kvadrat plus gamma kvadrat teng -2. Bu yerda xuddiki yechim yo'q, bo'sh to'plamga o'xshab tuyuladi, chunki kvadratlar yig'indisi -2 bo'lib qolyapti degan fikr kelish mumkin. Bu haqiqiy sonlarda bo'sh to'plam, lekin bu kompleks sonlarda albatta yechimga ega. O'shaning uchun alfa kvadrat plus beta kvadrat plus gamma kvadratni -2 deb ketaveramiz. Xo'p, va yana biz hozir mana bu ifodani alfa kvadrat, gamma kvadrat, beta kvadrat yig'indisini topdik. Endi mana bu ifodani yig'indisini topishimiz kerak. Uning uchun biz mana bu ikkinchi ifodani kvadratga oshiramiz. Ya'ni alfa beta plus alfa gamma plus beta gamma teng 3 ida ikkala tomonni kvadratga oshirdik.
Xo'p, alfa betani kvadrati plus alfa gammani kvadrati plus beta gammani kvadrati plus keyin ikkilanganliklari alfa kvadrat beta y ko'paytirsak alfa beta kvadrat gamma plus alfa beta gamma kvadrat teng 9. Bu yerda hammasidan alfa beta gammani chiqarish mumkin mana bu yerdan. Shunda demak alfa betani kvadrati plus alfa gammani kvadrati beta gammani kvadrati alfa beta gammani chiqarsak alfa plus beta plus gamma qoladi va bularning har birining qiymati bor. Mana bu ifoda shartida -4 ga teng. Mana bu ifoda esa shartida -2 ga teng. O'shani olib borib qo'yadigan bo'lsak, bizda kelib chiqyapti alfa betani kvadrati, alfa gammani kvadrati va beta gammani kvadrati. Bularni ko'paytirsak va nari yoqqa olib o'tsak -7 ligi chiqyapti. Xo'p, biz hozir mana bularni hammasini hisoblab chiqdik. Demak, mana bu ifoda teng bo'lar ekan alfa kvadrat plus 1 beta kvadrat plus 1 gamma kvadrat plus 1 teng alfa beta gammani kvadrati, ya'ni u -4 ga teng edi. -4 ni kvadrati plus -7 bo'lyapti. Plus alfa kvadrat beta kvadrat gamma kvadratlar -2 ga teng va plus 1. Xo'sh, 8 ga teng chiqib qoldi. Ana endi so'ragan ifodasi quyidagicha edi. Alfani to'rtinchisi -1, betani to'rtinchisi -1, gammani to'rtinchisi -1. Buni ko'paytiruvchilarga ajratganimizda bir qismi mana bu yerga e'tibor beramiz, -20 chiqqan edi. Lekin bu minuslarni qavsdan tashqariga chiqarib oladigan bo'lsak, shu yer o'zida alfa kvadrat -1, beta kvadrat -1, gamma kvadrat -1 teng 20 bo'lib qoladi. 20 ni olib borib qo'yadigan bo'lsak, 20 ko'paytiruv 8 bo'lyapti. Ya'ni buni javobi 160 chiqar ekan. Demak, shunga o'xshash misollarni yechimini o'rganish kerak bo'lsa, bizni Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanal matematika 1997.